do'stlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar, obunachilar. Biz yana o'z faoliyatimiz davomida ishlab chiqargan sonlarimizni ishlatib berish jarayonlaridan video lavhalarni joylashda sizlarga ulashishda davom etamiz. Bu 25-yildagi trend apparat, ya'ni 12 tali apparatlarimizni obzorchasi bilan jarayonlarni taqdim etamiz. Albatta like bosib, qo'llab quvvatlaysiz. Xo'sh, mana 12 talik stanogimiz. Eng birinchi odamlardan so'raganlar ovochlari. Oldida men gaplashish mumkin, ovoz yo'q emas, albatta bor. Ovozlari yaxshi, agar kimdir mahallanishda shu ishni qilmoqchi bo'lgan taqdirda ham ovozlar uncha yomon emas. Kuniga bu stanogimiz 12 talik stanog, kuniga o'rtacha 3,5 mingta chiqarib beradi. Maksimum 5,5 nechta quya olasiz maksimum usta bu? 5 mingtagacha quyar ekan, lekin 6 mingta, 5,5 ming, 6 mingta quygan ustalarni ham gaplashganmiz. Xo'sh. 12 talik apparatimiz juda qalin materialdan yasaladi. 10lik sheli ramalarimiz, kilovatlarimiz. So'rashadi, kilovatlari qancha kilovat bo'ladi? Buni umumiy kilovatlari chalkalari bilan 13-14 kilovatga boradi, lekin umumiy tan narxini, mahsulot tan narximizni taxminan 1% ga to'g'ri keladi. Tejamkor sanaladi. Chunki nimani hisoblaysiz, ma'lum bir qisqa muddat ishlagan uchun sinovlarimiz bu hisobida elektrishitimiz vaqt bo'lib emas. O'zimiz yasanamiz. Çin puskatlarimiz, Çin tanasi ekanlar. Mana bu uchinchisiga blokirovka. Konsolidimiz tepaga borib, stanogimizni, motorimizni o'zimiz o'chirib, to'xtatib qo'yadigan mas'ulamiz. Yangi model zanjirlik modellarimiz bu eski modellardan 100 barobargacha mustahkamroq, balandligini ligirovka qilish jo'larimiz mana ko'rib turibdik. To'rt oy 5 oygacha xohlasa balandliklarini ligirovkalari o'zgarmaydi. Usta bu boshqa stanoglardan qanday farq qiladi? Nimasi bilan farq qiladi? Nimasiga sizga ma'qulmi stanogimiz? Endi farqi shu 12 talik tomondan yaxshi, chaqqon. Ishlashlari ham. Rabochiga qulay tomoni shuda. Rabochilarga qulay tomoni. Hali ligirovkalarini qancha vaqtga qilyapsiz kelgandan beri? Bir haftacha bo'ldimi, 10 kuncha bo'ldimi kelganiga? 10 kundan o'tdi, lekin ligirovkalar haftada bir marta boshqa stanok ishlatgansiz. Nima farqi bor bu bilan? Endi boshqa stanokda farqi kurosda o'rniga zanjir qo'yilgan. Bu sizga ancha qulaylik tug'diradi, to'g'rimi? Rahmat. Kimda kim shu sanoat shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, albatta bu sanoatlarimizga ishlatib berish xizmati, o'rgatish xizmatlari hammasi bepul amalga oshiriladi. Keyin bu sanoatlarimizga 6 oygacha kafolat beramiz. Ishlatib, ko'rsatib, sizga tushlikgacha o'rgatib beramiz. Konsultatsiya beramiz, servislarimiz bilan bor. Albatta videolarimiz yoqqan bo'lsa, kimda kim shu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan bo'lsa, albatta jo'natib qo'ying. Foydali, manfaatli bo'lishi mumkin. Bizga
murojaat qilsinlar, bemalol hammasini tushuntirib, o'rgatib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpiska bosib, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.